Ginekologiyada hamma ishni qilaman, faqat qizlik qilmayman, abort qilmayman deb aytaman bu narsani. Agar boshingizdan tillasa o'tsa ham. Men kelganda o'zi aytaman, qin torligi bo'yicha, kengligi bo'yicha mana shu jinsiy munosabatlarda muammo bo'lgani uchun boradigan ayollar hisoblanadi. Aynan kesarovadan keyin qo'limda tuqqan xotinlar ham bo'lgan, tuqqan, o'zi tuqqan, tabiiy tuqqan ayollar ham bor. Shunday holatda ikki bachador umuman mana bunaqa ayrilib, o'rtasidan bolaning sochi chiqib, mashina kelgan payti ham bor. Yoki erim mana shunaqa kim bilandir yurib ketgan, mana bunaqa holat desa, meni erim shunaqa bo'lganda men nima qilardim? U doimo o'sha erni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib yashaydigan ayol. Agar men o'sha 1,5 ta gapni u ayolga gapirmasam, yo meni to'pay doktorga chiqarib ketadi. Er xotin o'rtasida to'ydan keyin vaqt o'tmagan bo'lsa, men davolamayman. Ko'p yillar 18-yilgacha farzand bo'lmagan. Ko'krak bilan emizmayapmiz. Sun'iy bilan boqyapmiz. Lekin kelajakda boladan mehr kutyapmiz. Kim qanaqa tushunadi bilmadim, chunki hamma er xotin, hammada jinsiy hayot bor bu yerda.